Assalomu alaykum do'stlar. Biz Dembele hamda Haalandni qaysi biri yaxshi o'ynashini sinab ko'ramiz. Haaland deganlar like bosamiz, Dembele deganlar komment yozamiz. Birinchi Haalandni o'yinga qo'yib, uni bitta o'yindan keyin nechi bo'lishini va u nechta gol urishini sinab ko'ramiz. Keyin Dembeleni. O'yin ketdi. Bu Haalandning o'yini. Umuman Haaland gol urmasa ham, agar hisob ko'p bo'lgan bo'lsa bo'laveradi va Haaland birinchi golni urdi. Hisob 1-0. Van Dijk Haalandga, Haaland qanotga, qanotdan Salah yurish qildi va Salahning yurishi Haaland ichiga kirib oldi va Haalanddan 9likka bo'lish kerak edi. Lekin shtanka bo'lib qoldi. Va to'p oldi. Mayli, botlar ham to'p topib turish kerak. Hozir ko'p foiz to'pmanda va gol 2-0. Haaland ikkinchi golni urdi. Haaland ikkinchi golni urdi. Vinicius shaqqa tashlab beradi va Haalandga oshiradi. Haaland yurish qiladi. Va gol. Hat-trick qildi Haaland. Va Salah yurish qildi. Haalandga tashladi. Haalandga to'p kelmadi. Va Salah yana yurish qildi va Haalandga tashladi va Haaland gol urdi. 4-0. Va birinchi taym tugadi. Reklama. X chiqmayapti. Mayli, sizlar uchun X ni bosdim. Haaland 90 daqiqa o'ynaydi. Chunki Dembele bilan sinab ko'ramiz. Hozir tez kommentga kirib, kommentda yozib qo'yinglarchi. Haaland nechta gol uradi deb o'ylaysizlar? Ikkinchi taym yaxshi o'ynayapti. O'zimning xatoyim deb. Vay. Haaland ichiga kiradi va tashlayman va Haaland urolmaydi. Va Haaland gol. Hisob 5-0. 5 ta golni ham Haaland urdi.
Vinicius Salahga Salah yo'q. Haaland bilan Dembeleni almashtir deyapti, lekin almashtirmayman. Dybala. Haaland ichcha qildi. Ikkinchi taym negadir gol urishim pasaydi. Chiming. O'yin tugadi. Wow, kubik olibman. Yo, anana 130 bitta berdi. Shuncha reklama ko'rdim. Videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlaganlar podpiska va obuna bo'lamiz.